Yana bir ajoyib natija. Mo'minjon ismli o'quvchimiz Quark platformasidan ikkita zakazni bajarib, undan tashqari hozir yana bir dona mana zakazi bor. Mana shu zakazlarga qanday erishgani to'g'risida, qanday daromadga chiqqani to'g'risida o'zidan qisqacha eshitamiz. Qani? Hammaga assalomu alaykum. Men bu zakazlarga erishishdan oldin birinchi o'rinda sensorikaga kelib o'qidim. Boshlang'ich kompyuter sotqonligini Javlon ustozdan o'rganib oldim va o'shaning natijasida hozir montaj videoni Wondershare Filmora dasturida qilib, har xil saytlarda odamlarni reklama qilib berib, o'shalarni hisobidan foyda qildim. Shu. Yaxshi, qancha vaqting ketdi bu zakazlarni bajarishga? Ikkita zakazga har biridan bir kundan ketdi. Bir kundan. Demak, 2 kun davomida bajarib bo'lgansan. To'g'ri. Hozir kutishgan aktiv zakazing qanaqa mavzuda? U zakaz har xil saytlarni reklama qilib berish, har xil forumlarga kirib, uni ham 1000 rubl aytilgan. Ha. Uni ham nasib bo'lsa bugun bitiramiz. Yaxshi, 1000 rubl aytilgan, Quark uslugasini olib qo'ysa 800 rubl tushadi, to'g'rimi? Umumiy shotganda 1800 bo'ladi. Malades. Kelajakda rejalar qanaqa? Kelajakda rejalar sensorikani yanada ko'proq kurslarini o'qib, yanada yaxshiroq bilim egallash. Bilimingni mustahkamlab, keyin frilanserlikka sho'ng'imoqchisan-a? Shuni. Malades. Omading bersin. Charchama.